boshqalar hamma narsani ko'rayotgan bo'lsanglar, mana biz to'g'ri berib olamiz. Anaqa bu tuman emas, bu bulut bu. Mana polni bulut. Salohiddin rulda. Kamina o'zim Salohiddin yonida 2 kishi ketganmiz Tojikistonga. Hozir qaytyapmiz Tojikistonni Perivalnamiz. Tunnelga kirdik. Zimzimiston tunnelcha. Hali 5 kilometrlik tunneli bor. Rovni 5 kilometrga kecha hisobladik. O'tayotganda. O'tgan kuni hisoblaymiz. To'lan ko'rasizlarmi? Qaranglar. Mana sekiro. Biz hozir Perivalnamiz. Tojikistonni Perivalda. Kichkina bunaqa tunnellar qilib qo'ygan. Negaki mana tepadan toshlar tushirgan hisobiga, yo'l yopilib qolayotgan hisobiga mana shu kichkina tunnellarga toshlarni oldini olish yo'liga hisobini tushish oldini olish hisobiga tunnel qilishgan. Qorlar bor. Hozir aprel oyi 2025-yil 18-aprel. Salohiddin mana narsa deb qo'ying siz ham. Bulut qarang aka. Go'zallikdan bahra olish. Shu go'zallikdan bahra olamiz-da hozir. Shu bahra olayotganimizni shu video orqali shu qolganlarga yetkazaylik davomizda. Qolganlar ham ko'rsinlar. 45 tezlikda yurganda o'tdi. Oram bor, tog'am bor, ko'kam bor. Aralash. Tunnelga kirmagani. Oynan ochganingizga mashina normalniy sovuq ekan tashqari. Tunnel boshlandimi? Kod tunnelga hali kirmadik. Tunnelcha bu. Lekin tunnelida svet yo'q, qop-qorong'i. Katta diskada kelmaydi bu yoqqa. Tunnellar yamalar ko'p. Bitta mana shu tunnel shunaqa. Yo'l zo'r. Hamma ideal yo'l. Bitta mana shu tunnelda yamalar bor. Hyundai Sonata 12 bu. 7. Hyundai Sonata 7. Hyundai Sonata 7 da kelganmiz. 7-pokoleniyasi. Bu mashina 2009-yil model bo'lgan mashinalarda bular. O'sha 7 da bu. Qariya. Mashina zo'r ekan, faqat sidina to'rtburchak ekan. Sizga joylasha olmayapsizmi? Sizni quchoq olmayapti-da. Men ana sidinalarni o'rganib qolganman, hargi mashinaning sidinaga. Ichiga kirib ketaman uni. Polni yonlaringizdan biqinlaringizdan ushlab ketgani yaxshi-da. Bu biqin bilan ushlamas ekan-da bu. Bu divan. Divan to'g'ri. Lekin yumshoq. Ben oyağın tekiden patateskesi vardı. Tekrar olurdu. Oyağını çarçetmeyin. Kaç tünel kırıp koymuş zaten? Kaç tünel ekan? 5 kilometre tünel kırıp koymuş. Burpasda 5 kilometrlik kirimiz ham. O, subhanalloh. Burpasda kirimiz ham. Ha, kelayotganda kechikiruvdi-yu. Qaytishdi-yu. Qaytayotganda tez qaytamiz-da. Ha? Qaytsa tez qaytiladi. Ya o'zi yo'q. Kelayotgan u yoqdan bu yoqqa keldik-ku. O'sha yo'limizni oxirida edi tunnel. Hozir yo'limiz boshida. Ha, yo'q. Ha. Bu hozir tunnelimizda o'sha 5 kilometrlik tunnel ekan. Qisqa tunnel emas ekan.
ko'rasizlarmi? Zim-zimiston, hech narsa yo'q. Farani bitta o'chiring. Mana oldimizga mashina farasini tushgani. Hozir yorug'i tushdi. Havo yo'q. Havo yo'q. Bu tunnelda inson ham yurmaydi. Faqat mashina yuradi. Rovni 5 kilometr. Chunki bu yoqqa Tojikistonga kelayotganda tunnel kirishdan oldin 9 chiqdi-da. 5 kilometrda. 100 metr ekan. Shirin so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Maza qilyapman. Maza qilyapsizmi? Xo'p. O'zim ham bitta syomka qilib qo'yay. BYD Avtomaster biz Tojikistonga, Dushanbega kelganimizning sababini aytib o'tib ketaman. Bu yoqqa kelganimizdan sabab elektromobillar bo'lsa, yaxshi elektromobillar, o'sha xuddi O'zbekistonda ham ko'p elektromobil ishda haqiqatan keldik. Elektromobilga xizmat ko'rsatish shoxobchalarni, servislarni ochish maqsadi edi bu yerda. Yaxshi elektromobil haqiqatan ko'p. Faqat Yandex elektromobil, BYD, Beijing, Hongji, Gakayolla, Ayolla juda ko'p shu mashina berilgan Yandexga. Xizmat haqqi juda past. Xizmat ko'rsatish juda past. O'zbekistondan ham past. Bu yoqqa kelib ishlash bizga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun kelib aylanib ketdik. Chunki bu yerga kelgandan keyin til bilishingiz kerak tojikchani. Klient chaqirish uchun kvartiraga pul, yeb ichishga pul, undan ko'ra o'zida yaxshi. Nima deysiz? Salohida shu gapimga qo'shilasizmi? Obsluga arzon. Obsluga juda arzon. Основной elektromobilda taksi bo'lgani uchun zapchasini ham ko'rdingiz, original zapchasi yo'q. Hammasi arzon, arzon past sort deydi, nima deydi? Birinchi sort tovarlar. Hadovoy zapchasilar ham, kolodkalar ham, filtrlar ham maksimalli arzonni qilishyapti. Toshkentga o'xshab anaqa deyishmas ekanda. Original bormi degan narsani eshitmadik. Original zapchasi o'zi yo'q deydi do'konchilar. So'ramaydi, biz olib kelamiz deyishdi. Amortizator ber, originalni desa, bu Xitoy berdi qo'limizga, bu Xitoy-ku desa, o'zi nima Xitoy mashinasi edi-da. Lekin BYD degan yozig'i yo'q-ku. Tunnel mana o'sha tugallanib 5 kilometrlik tunnelimiz poyoniga yetdi. Undan keyin yana 1 kilometrligi ham bor, to'g'rimi? 3 kilometr. 3 kilometrmi? Ondan zadan yo'qotdimi? Tunneldan chiqib oldi. Mana qorli boqalik bo'ldi. Ko'z qamashib ketdi. Tog'li. Yo'da. Havo shuroq. Yomg'ir ham yog'maydi. Yo'l ham quruq. O'tmay mana qarasam bulut kelmagan o'tga. Tog'li ushlab qo'ygan. 3 kilometrlik tog' tepasi zo'r ekanda, baland tog' ekanda. Shu bulutni ushlab qo'ygan. Mana pastga tushamiz o'sha. Pastga tushib gashini o'tamiz. Ha? Pastga tushib, past tochkasiga keyin tikka tepaga ko'tarilamiz. Bitta ko'tarilamiz, yana keyin pastga tushamiz. Hozir aytdim, yo'l qisqarganda, bundan bir 10 yil oldin kelganda bulardan 2200 metr edi endi tepasi. O lehkoy mashina olmas edi. Ko'z qarashib ketdi-yu. Sangyonida. Yo'l qani? Telefon 2200 metr tepali, endi past shunaqa qo'rqinchli jarli bo'lardi. O'zi kelayotganimizda ham shunaqa qo'rqinchli jarli oldi to'xtadik-yu. Endi o'yib olmas edi aka. U bundan qo'rqinchli edi. Hozir asfalt qilgan, mana platniy bo'ldi. Oldin bunaqa yo'l bo'lmagan. Tak tuk 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 tuk. Hozir 7 soat qo'zg'alishimiz. Oldin 12 soat, 13 soat ko'rsatardi. Yo'l ancha qisqargan, tunnel ancha joy qisqartirilganda, oldin u ham tepalarga chiqilardi. Mana shu qorlarni qarang. Qorlar balandligi 3 metr bor. Mana shu qorlar. Mana shuni oldin tushamiz video so'rasin. Ya bo'ldi endi yuravering. 3 metr balandligi shu qorlar. Opa. Zana. Ana bosib tushdi. Sekinroq. Bering menga.
qor bor. Mana. Muz bor. To'g'rimi? Bu yo'lda уже bulut kelmagani hisobiga quyosh tushyapti bu yo'lga. 500 ko'rs ko'rdingizmi? O'zim xudimga yetaman. Dumalagan mashinalar bor ekan bu yerda. O'zi kecha turuvdi dumalagan mashinalar anaqada, shaharchada, tog' orasida. Ha. Mana shu furalar orqasidan borib to'xtasangiz, furalar chapga поворотнигini yoqadi. Mashina yo'q, bo'ldi, o'tur degan anaqani bildiradi. Belgini bildiradi. Mana hozir agarda bu furada ham yoqmadi bu uchun O'zbekistonga boramiz. O'zbekligimizga boramiz, o'tib turamiz, shoshilib. Besabrsiz. Tezroq yurish kerak. Besabrsiz. O'zi shundoq ham bu yerdan hozir tez o'tamiz. Bilasizmi nimaga? Har doim ketayotganda, bir joyga ketayotganda Olib qo'yib turing. Xos olaman, xos. Bir joyga ketayotganda o'zi kech borish anaqa bo'ladi. Sekin qancha? Sekin. Xudoning gapi yo'q. Risk qildingizlar aka. Yo'q, okey, bemalol oling. Sizni aytaman, bir kun narigi BMWni aylantirib kelaman. Nega risk qildingiz? Endi u BMWda yursa bo'ladi, motor katta-da. Odam ko'zi yetadi o't ketishga, обратка скоростьga tiqib. Bu yerda bu necha litrli, 2 litrli motormi bu? To'g'ri. 2 litrmi? Yurib bo'lmaydi. Sekinroq o'sha ana опорныйlar уже beryapti vibratsiya, kalotkali. Bildingizmi? Qizidi o'sha To'g'ri, опорный. bosmadim bor hali. O'zi praktikasiga. Kecha yomon dirillab ketdi-yu. Bizning kalotkamiz yaxshi emas. Опорный diskalar o'sha qizidi. O'sha spustga pastga tushyapmiz. O'shaning uchun katta motorlikda orasidan o'tish yaxshi, обратkaga скорость tiqib. Mana to'g'ri. Объем решает вопрос. Nima deydi? Объем решает вопрос. To'g'ri. Katta объемli mashina olish kerak. Yo'q, katta объемli mashina katta benzin ichadi-da. Uni ovozi baland edi, o'nsa unda ketadi, boshni ortda tashlaydi. Qilib. Bu kirib yuradi. Tog'larni qaranglar, go'zalligini. Juda tepadan qaranglar. Hozir mana shu tepalikka ko'tarilamiz yana shu. Yo'q, tepasi. Baland. O'sha tog'ni cho'qqiga chiqib yana qaytib tushamiz. Rahmat bizlarni shuncha erinmay kuzatib ko'rganingizlarga. Qo'ldan kelgancha video qilib qo'ydik. Yana hozir videolar bor, hali ko'rasizlar, qo'yamiz YouTube'ga.